Xo'p, Word darslarni boshlaymiz. Mana bu ekranda ko'rib turganinglar hammasi tayyor shablonlar. Bu shablonlardan foydalanishinglar mumkin yoki loyiha dokument qilib ochishinglar mumkin. Demak, bu tomonida bo'lsa, mana bu tomonida bo'lsa, demak, bu yerda sizlarni qilgan eng oxirgi hujjatinglar o'sha yerda saqlanib turadi va biza demak yangi dokumentga kiradigan bo'lsak, bu yoqda demak tepasida bir qancha menyulari bor. Biza menyulari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib o'sha menyusini biza fayl menyusidan boshlaymiz. Bu fayl menyusi nima vazifalarni bajarib berishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Fayl menyusiga kiradigan bo'lsak, bu yoqda открыть degan joyda demak birinchi o'sha chiqib keladi. Bu открыть sizlarni eng oxirgi qilgan o'sha hujjatinglar, o'sha oxirgi masalan hujjatinglarni topolmasanglar, o'sha hujjat yozgansizlar va o'sha hujjatinglarni topolmasanglar, aynan shu joyda sizlar topib olishinglar mumkin. Qayerda joylashganini ham ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Deydi buni yozib qo'ygan. Xo'p, svedeniya bo'lsa, shu svedeniyada aynan o'sha hujjat haqida o'ng tomonda hujjat haqida ma'lumotlar yozilgan. Bu tomonda bo'lsa, demak, o'sha hujjatni parollash to'g'risida gap ketyapti. Ya'ni o'sha qanaqa qilib hujjatni parollashimiz mumkin bo'ladi. O'shalarni mana ichiga kirib turib, bu yerda parollashimiz bor yoki bo'lmasam o'sha hujjatimizni hech kim o'zgartirish imkonini hech kim o'zgartira olmasligimiz uchun, hech kim o'zgartira olmasligi uchun demak o'sha parolimizni qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin Sazdat hozir ko'rdik. O'sha Sazdatimiz demak o'sha tayyor shablonlardan foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Открыть deganda o'sha открыть aynan o'sha oxirgi qilgan hujjatinglarni saqlashinglar mumkin. Oxirgi qilgan hujjatinglarni bu yerda ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Demak, сохранить как deganda сохранить как bu yerda qayerga сохранить qilishimiz kerakligini bildiradi. Masalan, oxirgi o'sha saqlagan joyimiz masalan yoki bo'lmasam o'sha obzor qilib turib, obzordan demak рабочий stolga kirib, рабочий stoldan demak bitta papkamizni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam pechat deganda demak pechatimizda o'sha agar printerlar ulangan bo'lsa, bu yerda chiqib keladi. Bir tomonlama pechat qilish, ikki tomonlama pechat qilish. Endi bu printerlarning quvvatiga qarab, o'sha printerlarning modeliga qarab chiqadi bu yerda. Xo'p, keyin agarda hujjatimiz katta bo'lib ketadigan bo'lsa yoki chetlari ko'rmayotgan bo'lsa, обычныйdan узкийga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Узкийga o'tkazib oladigan bo'lsak, bu chizuvlari hammasi ko'rinib chiqadi. O'sha bizani qilgan hujjatlarimiz hammasi to'liq chiqadi. Xo'p, keyin parametr degan joyda, xo'p, parametrda biza управление безопасности degan joyi bor. O'sha yerga kirib turib, bu yoqda demak Center безопасности degan joyga kirib olib, biza защищенный просмотрga kirib, mana bu 3 ta galishkani bunda turgan bo'lsa, buni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu nimaga kerak bo'ladi? Masalan, mabodo internetdan yoki bo'lmasam Telegramdan qanaqadir fayllarni yuklab olmoqchi bo'lsanglar, sizlarga o'zidan o'zi ochib bermaydi. Agar o'sha Word o'ziga kirib turib, aynan mana shu 3 ta galishkani o'chirib qo'ysanglar, demak shu galishkalarni o'zi demak o'sha sizlarni hujjatni bemalol ochishinglarni yo Telegram bo'lsa Word egizaklarni ochib olishinglarni ta'minlab beradi. Agarda bularni o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, sizlarga shu bunaqa dostuplarni bermaydi. Xo'p, keyin biza gilamliga kiradigan bo'lsak, gilamlikda demak o'sha jирный qilishimiz mumkin bo'ladi. Matnimizni jирный qilib olishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam kursivniy qilishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam tagiga chizib qo'yishimiz mumkin. Tagiga chizib qo'yishimizda demak bir qancha turlari bor. Har xil
yo'llar bilan chizib qo'yishimiz ham mumkin yoki bo'lmasam biza shu matnimizni o'rtasiga chizishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam biza masalan qaysidir harfimizni indeksga tushirishimiz yoki bo'lmasam darajaga chiqarishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keyin bu matnni ustidan chizadi, xuddi markerga o'xshaydi, ustidan chizib qo'yadi. Mana har xil rang qilib chizib qo'yadi. Demak, bu matnimizni rangini belgilab beradi, o'sha matnni o'zini rangini belgilab beradi. Xo'p, keyin matnni katta qilmoqchi bo'lsanglar, oldin hammasini belgilab, keyin katta qilishinglar mumkin yoki kichkina qilishinglar mumkin bo'ladi. Agarda matn hamma harflar katta bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni caps lockga yoqib qo'ygan bo'lsanglar, mana bu holatda bo'lib qolgan bo'lsa, buni kichkina harfga o'girish yoki bo'lmasam boshqa harfini katta qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam shu yerda har bitta matnni harflarini katta harfga o'girishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keyin bu demak markerlar bo'ladi, ya'ni o'sha har xil bu yerda turlari bor, har xil markerlarni turlarini qilishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin biza raqamlashimiz ham mumkin buni. Bu yerda har xil raqamlash turlari bor, raqamlashimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keyin biza bu yerda o'zi hujjat yozilishi chap tarafda yoziladi. Demak, chap tarafdan boshlab yoziladi, o'ng tarafga qarab. Biza chap tarafda yoki o'ng tarafga qo'yishimiz mumkin yoki bo'lmasam demak o'rtaga, o'ng tarafga qo'yishimiz mumkin yoki matnimizni hamma taraflarini bir xil qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, xo'p, matnimizni xo'p, mayli. Matnimizni hamma harflarini ikkita tomonini o'zgartirib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bunday qilib joylashtirib olgan bo'lsak, mana shunday holatda. Bu holatda biza demak matnimizni o'ng tarafga surishimiz yoki o'rtaga qo'yishimiz yoki chap tarafga qo'yishimiz yoki hamma matnlarni demak chetlarini ikkita chetini to'g'ri qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Mana ikkita cheti o'sha hamma yog'i tekis bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha paytda mana shu hamma yog'ini tekis qiladigan mana o'rtadagi narsamiz demak shu kerak bo'lar ekan. Shu. Xo'p, keyin har doim hujjatni yozayotganinglarda, har doim hujjatni qilayotganinglarda birinchi Ctrl A ni bosasizlar. Bu yerda bez interval qilasizlar. Bu yerdan demak shrift turini shu Times'ni tanlaysizlar. Demak o'lchamini bo'lsa 14 qo'yib qo'yasizlar. Har doim shunaqa bo'lsin. Xo'p, keyin stavka bo'limida demak yangi nima deydi, varaq ochishinglar mumkin bo'lar ekan yoki bo'lmasam jadval tuzib olishinglar mumkin bo'lar ekan bu yerda yoki bo'lmasam shu yerda o'zidan rasmlarni qo'yib olishinglar mumkin. Rasmlarni mana bu yerdan rasmlarni qo'yib olishinglar mumkin, diagrammalar qo'yishinglar mumkin. Internetdan qanaqadir fayllar yoki bo'lmasam qanaqadir videolarni olishinglar mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keyin dizaynda biza mana bu stranic granitsa bu demak chetidagi ramkalarni belgilab beradi. Har xil ramkalarni qo'yishinglar mumkin. Mana bu svet stranitsa endi bu bunaqa ishlatilmaydi. Bu kerak emas narsa. Masalan, bu qanaqadir qizil rang berdingizda, bu qizil rang berganingizdan keyin printerga chiqarmoqchi bo'lsangiz, bu qizil rang oq bo'lib turadi. Sababi bu qizil rang printerga chiqmaydi. Chunki bu Word'ni o'zidagi kichkina parametr hisoblanadi. Xo'p, bu bunaqa ahamiyatga ega emas. Masalan, biza matnimizni bunday olaylik. Matnimizni olib, demak pastga tushiraylik. Masalan, shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Bizada
mana shu shu matnimizni demak kolonkaga qo'yib olmoqchi bo'lsak, ya'ni biza bir payt o'zida ikkita tomonga o'zgartirmoqchi bo'lyapmiz. Ya'ni shu matnimizni masalan o'zbekcha varianti, ruscha varianti yoki bo'lmasa eski varianti, yangi varianti hujjatimizni ikkita tomonga aylantirib o'zgartirib berar ekan. Xo'p, keyin silkida biza nima qilishimiz mumkin? Silkida biza demak mutarijala qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam bu yerda yo'q, bu yerda deyarli hech narsa qilinmaydi. Silkida biza yangi hujjatlarni, ya'ni qanaqadir sertifikatlarni yoki qanaqadir narsalarni tayinlashimiz mumkin bu yerda. Xo'p, bitta faqatgina o'sha ограничить degan joyi bor. Bu ограничить ya'ni o'sha hujjatimizni o'sha kichik masalan matnni qaysidir qismini o'zgartira olmaydigan qilib qo'yadi. Buni ham bir ko'rib chiqamiz hali. Xo'p, keyin bit bo'limida biza lineyka ochishimiz mumkin yoki obraz navigatsiyani qo'yib olishimiz mumkin bo'lar ekan bu yerda. Xo'p, keyin setka. Setka bu masalan rasmni qo'yayotgan paytimizda aynan o'sha rasm, ikkita rasm masalan bir-biriga tushishini, muvofiqligini, ya'ni ikkalasini razmeri tengligini ko'rib olish uchun shu setkani qo'yib qo'yishadi, keyin olib tashlashadi. Xo'p, agarda bizda shunaqa vaziyat bo'lib qoladi, masalan bundoq ochgan paytimizda mana bu yerda hozir kichkinaroq qilaylik. Shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, mana bunaqa holatga tushib qolishi mumkin. Kimlargadir bu holat yoqmay qolishi mumkin. O'shaning uchun administratsiya qilib qo'yiladi. Bu administratsiya bu demak o'sha varog'imizni ketma-ket tushishini ta'minlab beradi va shirinisini eng katta qilib beradi. O'sha eniga kengaytirib beradi. Xo'p, keyin faylimizni saqlayotganimizda yo bu yoqdan saqlashimiz mumkin. Agar yangi hujjatimiz bo'lsa, osongina. Agarda hujjatimizda qanaqadir xatolik bo'lgan bo'lsa, orqaga bitta qaytarib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi yoki orqaga qaytarishimiz mumkin bo'ladi. Shunaqa narsalar.